Assalomu alaykum aziz bolalar. Yaxshimisizlar? Bolalar, biz bugun sizlar bilan mana shu ijodiy uchrashuv o'tkazishga jazm qildik. Mana biz butun boshli madaniyat uyidan kelib, mana shu akalaring, opalaring bilan kelib sizlarnidir qanchadir miqdorda ham sizlarni agar mana shu o'zbek san'atiga, o'zbek mana shu qadriyatlariga, nomoddiy madaniy meroslariga qiziqtira olsak, demak biz haqiqatdan ham bu opalaring biz o'sha dargohda bekorga ishlab yurmaganimizdan dalolat beradi. Aziz bolalar, mana shu biz o'zbekmiz. Hammamiz mana shu Surxondaryo janubiy hududida, O'zbekistonning janubiy hududlarida, Surxondaryo, Qashqadaryo vohalarida bizning eng rivojlangan, eng har bitta xonadonda yangraydigan bitta qo'shiq bor. Bu qo'shiqning oti nima? Alla, yor, haqiqatan to'g'ri aytdilaring. Alla bilan yor o'zbek xonadonida hamma xonadonda bor. Ayniqsa alla qayerda bor? Har bitta onamiz alla aytgansizlar. Allalar ohangida katta bo'lgansizlar. Shuning uchun bu allaning natijasi mana shu sizlarni chiroyli kiyinib, chiroyli maktablarda o'qiganliklaringning o'sha allaning sababi bor. O'sha alladan niyat bu qilingan. Tushunarlimi? Hamma alla eshitganmi? Hozirgacha onalarimiz aytadimi? Beshik tebratib, to'g'rimi? Mana hozirgacha aytayotgan bo'lsa, hozir mana bir kuplet mana opalaring sizlarga allani ijro etib beradi. Marhamat. Aytay jonim bolam, quloq soligina alla aytay borim bolam, orom oligina alla aytsam borim bolam, orom oligina Endi bolalar sizlarga kim eshitgan, kimdi bobolari yoki otalari alla aytgan? Eshitganmisizlar? Ota bobolarimiz, erkaklar ham, bobolar ham alla aytishgan. Hozir men sizlarga o'sha alladan bir shingil aytib beraman. Bu otalar allasi degan deb nomlanadi. Bu xuddi onalar kabi aytiladi-yu, lekin bu beshik bilan aytmaydi. Bobolarimiz o'sha qo'llariga, yurgaklariga o'ynatib yoki qo'lida bolani haqiqatan ham uxlatgan. Demak, qarang qanday aytiladi.
Kıbladan turdu şamanım ey çal durul kurusun menin amalim ey çal durul ay bu vaktin köpekleri can bullar ey durul Aynalay baktı kamadım ey durul hayyara durul Endi birgalikda aytamiz. Men aytaman sizlarga qarang. Viyoyu ketdik. Viyoyu Talqon tüy ketdik. Talqon tüy Kasada suv ketdik. Kasada suv Betingdi jo'v ketdik. Betingdi jo'v Qaranglar endi. Oylar oydin oy bo'lsin ey durul shu jigitlar boy bo'lsin ey durul halalab haydab tuyasin ey durul çalıp jurgani noy bo'lsin ey durul endi qaraydi qarang yo ketdik yo tasu betingga jo yo bolalar zo'rmi? Az bolalar. Mana shu madaniyat uyidan kelib mana otalaring, biz mana musiqachi sozanda akalaring, mana shu sizlarni qiziqishlaringni biz his qildik. Sizlar bu mavzularga bizning qadr-qimmatlarimizga, qadriyatlarimizga yoki urf-odatlarimizga sizlar befarq emasliklaringizni biz nigohlaringizdan sezdik va xursand bo'ldik. To'g'rimi? Xursandmiz sizlar bilan mana shu ijodiy kechani, mavzuni birgalikda mana shu yerda fikrlashganimiz uchun, sizlarga tinglaganlaring uchun kattadan katta rahmat. Bu ijodiy akalaringizga ham kattadan katta rahmat. Shuni bilan bugungi mana shu ijodiy kechamiz, mahorat darsimiz o'z yakuniga ketdi. Xayr omon bo'linglar.